Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonzoqov. Bugungi mavzuyimiz bu burundagi hid haqida gapirib o'tmoqchi edik. Ya'ni o'zi burundagi hid nima uchun kelib chiqadi? Nima uchun o'sha buni davolash juda qiyin va uzoq muddat talab qiladi. O'sha bo'yicha gapirib o'tmoqchi edim. Demak, agar sizni burningizda o'sha qanaqadir bir kasallik, ayniqsa koronavirus paytida bu juda avj olib ketgan edi. Qanaqadir kasallikdan so'ng hid paydo bo'lgan bo'lsa, demak burundagi o'sha hid bilishini, hid sezishning asosiy muammosi, ya'ni buzilishining asosiy muammosi bu surunkali frontitlar, gaymarit bo'lishi mumkin, surunkali. Va bu o'sha ortiqcha hosila, ya'ni polipozniy rinosinusitlarda ham shunaqa holat kuzatiladi. Undan tashqari bu bo'lishi mumkin juda kuchli grippdan keyin ham, ya'ni o'sha bulbus olfaktorius deymiz, o'sha qismda demak qandaydir bir yopilib qolish yoki раздражение, ya'ni o'sha oxirgacha раздражать qilmaslik natijasida yuzaga keladi. Bizga juda ham ko'p bu bo'yicha murojaatlar bo'ladi, juda ham ko'p. O'sha yillar mobaynida, bir necha yil mobaynida, 3 yil, 4 yil mobaynida mana shu burundagi hid bilishni buzilishi yoki burundan sassiq hid kelishi bilan murojaat qilishadi va bu kasallik juda ham uzoq muddat mobaynida bo'lganligi uchun uni davolash ham ozgina qiyinroq. Va bizning oldimizga kelayotgan bemorlarimizni demak 10 tadan 7 tasi, 8 tasida asosiy muammo bu o'sha surunkali gaymarit yuzaga kelganligi sababli yoki surunkali o'sha rinosinusitlar tufayli demak bo'lganligi uchun biz u yerda operativniy davo qilamiz va undan so'ng bemorni demak burundagi hid bilishi o'zgaradi. Lekin undan oldin albatta bemorni konservativ, ya'ni oddiy dori vositalari bilan ham davolab ko'ramiz. Va o'sha yerda dori vositalari bilan davolab ko'rgan paytimizda ular aytadi, ancha yaxshiman, ancha oldingidan ko'ra yaxshiroq, lekin baribir bor doktor, birdaniga yo'q ketmayapti, nima qilsak bo'ladi deb aytadi. O'sha paytda biz demak o'sha operativ davo o'sha ya'ni etmaydalni o'sha g'alvirsimon bo'shliqdagi katakchalargacha demak ochib berishni tavsiya qilamiz bemorlarimizga va shundan keyin albatta natijalar bo'lyapti. Bemorlarimizda hammasi o'sha biz haqimizda o'sha ya'ni o'zlari operatsiyadan so'ng mana shunaqangi holat bo'lmayotganligini, ya'ni umuman bu bilan yaxshi bo'lib ketganligini aytishadi. Undan tashqari albatta qolgan 10 tadan 8 tasini demak shunday davolasak, 2 tasida burundagi o'sha hid ketishini yoki o'sha burunni hid bilishini pasayishini demak sabablari bu ko'pincha o'sha bulbus olfaktorius bilan bog'liq bo'ladi. Va biz bu yerda ularga nevropatolog, o'sha maxsus nevropatologlarimiz bor, aynan shu bilan shug'ullanadigan, o'shalarga yuborishni tavsiya qilamiz. O'sha hid ketishini oldini olib, ya'ni qo'zg'aluvchanligi, neft qo'zg'aluvchanligini qayta tiklab, yanada yaxshiroq qilib berishini nazarda tutgan holatda o'shalarga yuboramiz va ularda ham albatta natija bor. Xudoga shukr. Demak, uy sharoitida nima qilsak bo'ladi deyilsa, uy sharoitida burundagi hid bilishda yoki yomon hid kelayotgan bo'lsa, albatta siz demak 5% 5 ml 0.9% natriy xlor olasiz va o'sha 1 ml deksametazon olasiz 0.04%. Ikkalasini demak aralashtirib shpritsga tortasiz. Ya'ni birinchi natriy xlor 5 ml tortib olasiz, undan keyin orqasiga demak deksametazon tortasizligi ignasini otib olib, demak bir tomchidan 3 mahal kamida 10 kun tomizasiz. Va o'shandan keyin natijani agarda bo'ladigan bo'lsa, demak agar umuman yo'qolib ketgan bo'lsa, mana shu holatdan keyin burundagi hid demak sizda bu o'sha ma'lum bir kasallikdan keyin yuzaga kelgan
hid buzilishi hisoblanadi. Agarda yo'q, o'shandan keyin ham o'zgarish deyarli bo'lmayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bizning manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrida Oblastnoy bolnitsaning orqa tomonidagi Medfat xususiy klinikasi. Aynan shu yerga kelib bizga murojaat qilsangiz, biz sizga albatta bunda yordam beramiz. Aniq aytamiz, bu operativniy davomi yoki o'sha konservativniy davomi, chunki burundagi o'sha to'sig'ida qiyshiqligi ham aslini olganda shunga olib boradi. To'sig'ida to'g'irlagandan keyin ham o'zgarish bo'ladi bemorlarimizda, ya'ni hid bilishda o'sha turli xil hidlarni, yomon hidlarni his qilishlari demak yo'qib ketadi. Albatta bizga kelishingiz kerak. Telefon raqamimiz, demak, agarda siz boshqa davlatda bo'ladigan bo'lsangiz, Instagramimiz bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Uy sharoitida mana shu narsani qilsangiz bo'ladi. Faqat o'zingiz, farzandingizga yoki yaqinlaringizga u narsani aytmang. Siz o'zingiz shu narsani his qilyapsiz. Demak, natriy xlorga deksametazonni qo'shib, demak, bir tomchidan 10 shpritsga tomizsangiz bo'ladi burningiz ichiga. O'shandan keyin albatta rezultatni ko'rasiz, natijani ko'rasiz. Lekin tomizish kerak. 3 mahal, ertalab, obedda, kechqurun, ertalab, obedda, kechqurun. Ertalab soat 8 da, obedda 12 da, kechqurun soat 5-6 da. Tomizsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, undan tashqari yana nimalar qilish kerak desa, yana birinchi navbatda demak, iliq suvga osh tuzi, bir choy qoshiq osh tuzi demak solib, aralashtirib, iloji bo'lsa 200 ml, ya'ni bir kosa suvga bir choy qoshiq tuz aralashtirib, uni tortib qoqsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bu to'g'ri bo'ladi siz uchun. Maqsadga o'sha bu ham aynan mana shu hid ketishiga asosiy sababchisi bo'ladi. Burunda sassiq hid ketishiga. Bu ham juda yaxshi effekti bor. Undan tashqari burningizni ochadi. Bu tualet nosa deymiz biz. Aynan mana shunaqangi holatda demak o'zgarishlar bo'ladi baribir. Ya'ni o'sha 10 tadan 8 ta, 7 ta odamda o'zgarish yaxshi tomonga ketadi, lekin to'liq yo'qib ketmaydi ko'pincha. Va o'shanda biz aytamiz, ularga tushuntirib aytamiz, anaqa holatda anaqa narsalar qilish kerak, ya'ni bu yerni ochish kerak. O'shanda o'zgarish bo'ladi deb aytamiz. O'sha razdражение bo'lmaganligi uchun, havo yaxshi yetib bormayotganligi uchun ham demak sassiq hidni shunaqangi hid bo'lib tuyulayotgan ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak azizlar, yuqori ta'kidlab o'tdik, joylashgan joyimizni. Undan tashqari bizga telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Har qanday lor a'zolaridagi muammo bo'yicha, quloq oqishimi, burundagi go'shtmi, xurrak otishimi yoki tomoq ko'p tez og'rishimi, mana shu bo'yicha bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Telefon raqamlarimiz 97 023 15 45. Demak, ish faoliyatimiz dushanbadan shanbagacha soat ertalab 11:00 dan kechki soat 17:00 gacha bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.